Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada Sadaqaca Rose, Washington'da sözdeyimiz. Bugünkü Slağaş Kemen, 21. yıl 3. ayının 6. günü. Vaziyet doğrusu gep kılsak işki kelime, xatarlik. Çünkü iktisadi terakkiyat süretini yokattı. Sübitan. 3. ayının 6. günü yutup. İkinci, çünkü Amerika münasibeti asla ornağa qaytıp kelelmeydi. 90% Amerikalık Cungo'dan bizar boldu. Xi Jinping qat'iy niyetga keldi. Hong Kong'ni tizginlab, Tayvan'ga tahdid saldı. Halkılık paytla 3. ayının 6. günü yutup. Endilikdeki mavzularımız mundaq, vatandaşlarım. Yeni siyaset, siyasete davamlaştırış değil, yeni siyaset demek, siyasete davamlaştırış değil. Mavzu mundaq. Amerika Koşmuş Ştatları Cungo'nun Hong Kong'da saylam tüzümünü özgertkenligini ayıplab, Beijing'nin Uyguristan'da, Hong Kong'da bastırış elip beriyotganligiga xalqaro cemiyetinin kollektiv taqabul turishini ilgari sürdi. Mavzulu haber 3. ayının 6. günü Amerika ovozinin Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Haber mundaq başlandı. Amerika Qo'shma Shtatları hükümeti 3. ayının 5. günü Cungo'nun Hong Kong'da saylam tüzümünü özgertkenligini ayıplab, demokratik tertiplerge bevosita hücum qildi. Deb ko'rsatdi ve Amerika delhazir Cungo'nun Uyguristan'da, Hong Kong qatorliq rayonlarda bastırış elip beriyotganligiga xalqaro cemiyetni kollektiv taqabul turishga rag'batlantirmoqda deb ko'rsatdi. Cuma günü atiganda Jungo qaror loyiha e'lon qildi. Qizig'i shuki, 5. günü başlandı Jungo'nun ishki qurultayining yig'ini 5. günü atiganda daha bu qurultay qarab chiqdi degan gap mi yo'q? Shangang to'g'risida fikr bayon qildi. Shuni ko'zda tutyapti vatandosh. Jungo qaror loyiha e'lon qilindi. Hong Kong'ning saylam tüzümünü o'zgartib, Hong Kong'ni tizginlashni jiddiyleştirmekçi bo'ldi. Jungo'ning rezinka tamg'isi bo'lgan xalq vakillar qurultayi bu qarorlarni e'lon qilib, xuddi yog'ochga miq qaqqandek ish qildi. Hong Kong'da 2019 yılı hükümetke karşı keng ko'lamlik namoyish yuz bergandan keyin Jungo hükümeti o'tgan yili Hong Kong davlat bexatarligi qonunni yo'lga qo'yib, keynidilla bu qonunga asoslanib, Hong Kong'da o'qituvchilarni qo'llagan va demokratlarni qo'llaganlar lageridagi kishilarni qo'lga olishga boshladi. Ve bastırışga başladı. Saylam tüzümünü özgertiş tedbirleri demokratiyani qo'llagan o'qituvchilarni chetga chiqarib o'tdi. Yoki chetga chiqarib qo'ydi. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mahkamasining bayonotchisi Juma kuni muxbirlarni kutib olish yig'inida Jungo hukumatining bu yangi harakatini aybladi. Bayonotchi mundaq ko'rsatdi. Amerika Cumhuriyet Halk Cumhuriyeti'nin Şangang'ның demokratik bankisi davamlı hücum qilganligini ayıplaydı. 3. ayının 5. günü Jungo memleketli xalq vakillar qurultay echilish yig'inida memleketlik qurultayning ma'mur boshlig'i Wang Jin avval Shangang va Hong Kong'da saylam tüzümü bir qator islohot elib berishni tanishtirib o'tdi. Bu tanıştırış Hong Kong'da erkinlik, Hong Kong'da avtonomiya ve demokratik tertiplerge bevosita hücum qilish bo'lib sanaldi. Bayonotchi Price
Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mahkamasining bayonotchisi Price orqali mundaq ko'rsatdi. Agar bu tadbirlar amaliyleştiriladigan bo'lsa, Hong Kongning demokratik partiyasi eğer buzg'unchilik olib keladi. Hong Kongda saylov markazini umumiy saylovga qadam tashlashini e'tirof qilgan negizli qonunga bevosita xiloflik qilganlik bo'lib hisoblanadi. Biz Cumhuriyet Halk Cumhuriyetining xalqaro majburiyat va bergan va'dalarga amal qilishiga chaqiriq qilamiz. Hamda negizli qonunga mos keladigan harakatlarni qilishga chaqiriq qilamiz. Biz dastlabdila bu nuqtani so'zlab o'tgan edik. Biz Hong Kong xalqi bilan bir safda. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mahkamasining bayonotchisi Price yana mundaq ko'rsatdi. Washington xalqaro ittifoqdoshlarni chaqirib to'plab, Jungoning Uyg'uristonda Uyg'urlarning kishilik huquqi tajovuz qilishiga va Hong Kongda bostirish elib berishlariga o'rtaq ayblashni yo'lga qo'ydi. Davomini anglaysiz vatandosh.